Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana biz bugun Farg'ona viloyati Furqat tumanidan videoni joylayapmiz. Mana bizda 11 ta semental g'unajillarimiz bor. Qochma sotiladi. Sotiladigan g'unajillar hammasi. Yeb itishi yaxshi. Yosh oyligi, 6 oylik, 7 oylik bo'lgan. Qochiradigan g'unajillarimiz. Hammasi sog'lom, ukollar qilingan, vitamin hammasi bo'lgan. Sog' salomat, yeb ichishlari yaxshi. Kimga kerak bo'lsa mana kelaverasizlar, sutda turib kelishamiz. Endi men narxlariga kelsak qancha deyman endi. 35 milliondan xayri bor. Mana sotiladi 11 ta g'unajillarimiz toza. Xohlasa yeb ichishlariga javob. Qochma g'unajillar. Toza tashqarida turibdi mana. Kechqurun ichkariga olib kiramiz. Hozir tashqarida turibdi. Narx-navolarni kesalarning ustida kelishamiz. 35 deyapmiz, xayri bor. Mana. Telefonlarda videoni tagiga joylab qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa telefon qilib kelaverasizlar.